Obunachilar, so'nggi partiyasiga mana bundaqa qo'chqorni haqiqiy toza qonli liniyaligidan. Qaysi liniyadan ekan buni otasi? 80 liniya buni. Otasi 80, onasi Vavanovich. Akalar, assalomu alaykum. Tepaqo'ron Chorva kanali obunachilari, aka-ukalar, qo'chqor ishqibozlari, mana bundaqa zotdor qo'chqorni muxlislari. Obunachilar, bugunga ham qo'chqorlarimizni chiroyli go'zallaridan bor. Videoni bosishida bittadan like tirsillatib obuna bo'lmaganlar akalar obuna bo'lib qo'yasizlar. Inshaalloh biz sizlarga qo'chqor udorlarini ma'lumotini, polni parametrlarini o'lchab, narx-navolarni yoritib beramiz. Akalar, eslatib o'tamiz, manzilimiz Namangan viloyati, Namangan tumani, o'sha arzonchilar, o'pitimchilar qishlog'i, Tepaqo'ron qishlog'idan video syomkamizni olib boryapmiz akalar. Bugun hafta kuniga yakshanba 28-iyun 2026-yil. Bunday bo'lsa akalar, biz qo'chqorimizni ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar, bunday qo'chqor udorlarini kim chiqaryapti? Qo'chqor haqiqiy idealagan degan aka-ukalarimizga o'sha o'zimizning o'pitimchi ukamiz Davudxon bo'ladilar. Davudxon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling. Qo'raqashomisiz? Mazangiz yaxshimi? Xudoga shukr, yaxshi. Qo'chqorlar udorlarni aytib qo'yibsiz, Davudxon. Xudo xolasa aka. Bo'lmasam buni ma'lumotini berishni boshladik. Yosh oilaga qanaqa Davudxon bu? Yosh oilaga aka bu 12 oylik qo'zi. Hali 12 oylik qo'zi. Ha, xudo xolasa. Obunachilar yuzlari mana bunaqa oppoq, tumshuqroq, quloq tashlashlari o'ta mo'shnisidan. Akalar, mana bunaqa kastiyalar dahshat. Nima deyapti? 4 oyoq, stakan tuyoq variantidan obunachilar. Xudo xolasa qo'chqorimiz ideal holatda. Bizda dumbalari ham akalar mana bunaqa bitilmaydigan variantidan. Orqa oyoq kengliklari ham o'ta mo'shni. Qo'chqor xullas sportivniy sostoyanida mana akalar. Kallani qaranglar, garboniz ham o'ta dahshatidan ekan obunachilar. Davudxon, buni bo'lmasam 12 oylik qo'zi dedingizmi? 12 oylik qo'zi aka. Bo'y bastlarini ham o'lchab bir yoritib beraylik a? Bo'ldi aka. Qani metrda beringchi. Metrda qo'yingchi, bitta o'lchaylikchi buni bo'y bastlarini. Obunachilar, mana bo'y bastlari mana yerdan balandligiga kelaman. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Qo'chqorimiz hali qo'zi, 12 oylik qo'zi. O'sadigan joyi bor hali. Ancha ishi bor. Xullas qo'chqor qilaman degan aka-ukalarimizga tavsiya qilamiz. Ishini ham realni qilib beraveramiz aka. O'ta udor holatda. Oldini qaranglar, oldini, to'shni qaranglar, mashalloh. Mana to'shlar akalar. To'sh otilib chiqqan variantidan. Qani bitta tishini ko'rsatingchi, aniq bo'lsin, realni bo'lgan aka. Hali bor bu. Bo'l, ko'rindi. Akalar, ana shu ko'ringaniga olasizlar. Nima deyapti? Uzunligini o'lchamadik-ku buni. Uzunligini ham o'lchaymiz. Uzunligini ham o'lchab beraylik. Obunachilar baribir so'rashadi-da. Akalar, mana yelkasidan mana akalar nima deyapti? Qo'chqor kvadrat holatda akalar, o'ta mo'shnisidan mana. Hali yosh narsa, xudo xolasa Umumiy ko'rinish obunachilar mana qo'chqorimizda. so'radi. Hali yosh-a, Davudxon bu. Yosh narsa. Narxida asosiysi, narxini necha pul qilib beramiz obunachilarga? Aka 1,5 mingga Samarqandgacha ketaveradi dastlab. $1500. Dastlabkasi qayergacha? Samarqandgacha ketaveradi. Samarqandgacha. Telefon qilib, Davudxon qo'chqorlaringiz mana shunaqa udoridan ekan, xayr qilib berasizmi degan obunachilarning qancha xayri bor? Xayrini qilib beramiz. Telefon qilishsin. Mana videoda ochig'ini yoritib o'taylik. Aka telefon qilishib, aka mana shu kanaldan telefon qildim deyishadigan bo'lsa aka $100 o'tib beramiz. Obunachilar, eshitlaring, Tepaqo'ron Chorvada ko'rdim, shundan telefon qilyapman desalaring, $100 xayrini qilib, yana ishlaringni inshaalloh bitirib beradilar. Unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Akalar, ikkinchi partiyasiga mana bundaqa qo'chqorni udaridan, oppoq yuzlisidan. Xullas, razrezlar kelishgan o'ta mo'shnisidan buni to'liq ma'lumotini berishni boshladik akalar. Qo'chqor mana bundaqa oppoq yuzlisidan, kalla ham o'ta deriski variantidan. Quloq tashlashlari mo'shni akalar. Mana kastiyagilar ham o'ziga yarasha 4 oyoq, stakan tuyoq variantidan. Yungulari ham o'sha trenddagi simjun variantdan mana akalar. Dahshatidan. Dumba razrezlari ham obunachilar dakansa mana, hurmatli obunachilar, mana dumba razrezi dakansa, orqa oyoq kengligi ham mo'shni. Qo'chqorimiz sportivniy holatda akalar mana. Nima deyapti? Umumiy ko'rinish akalar, mana bu qo'chqorni yaqin olyapsan degan obunachilarimizga umumiy ko'rinishini olib berib ko'rsatyapmiz.
Buni endi bo'y baslarini parametrini o'lchagan imkonsiz uzoqdan. Shuning uchun yoniga borib o'lchaymiz. Yosh oyligi qanaqa buni Davudxon? Aka buni ham yoshi shunaqa, 12 oylik qo'zi. Qani bitta tishini ochib ko'rsatingchi. Bo'ldi, ko'rindi. Hali marjon tishda obunachilar. Oldini kengligi, tagi oqliklari o'ta mo'shni. Bo'y baslarini ham o'lchab ko'rsatamizmi buni? O'lchaymiz aka. Qani qo'yinchi metrda? Obunachilar mana qo'chqorimiz bo'y baslari mana metrni ham uzoqdan olyapman atay. Mana metrimiz yerdan balandligiga keladi. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Uzunligiga qo'yingchi. Uzunligi ham akalar mana yelkasidan shang. Bo'ldi. Mana yelkasidan akalar mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. Bo'lib qo'ying metr. Xullas qo'chqor ideal holatda kimga qiziq bo'lsa akalar hal marjon tishdagi qo'chqor bo'yi 90 plus ko'rindi shekilli deb o'ylayman. Uzunligi ham 95 plus. 1 cm, yarim cm adashgan bo'lsak rozi bo'lasizlar akalar. O'zlaring ko'rib olaverasizlar. Davudxon buni narxida tasosiysi. Narxi nech pul? Aka buni narxi nariginikidan qulayroq. Hop. 16 millionga Samarqandgacha dastlabkasini qilib beraveramiz. 16 million so'mga dastlabkasi Samarqandgacha. Davudxon, mana bu Tepaqo'ron chorrada ko'rdim, bitta like tirsillatdim. Hozir obuna bo'ldim degan obunachilarimizga xayri qancha bo'ladi xayri? Aka, xayrini qilib beramiz. Telefon qilishsa. Erkachasi cho'tka qilibdi xayrini qilib beringchi inshaalloh. Aka 1 million o'tib beramiz. Aka siz kanalingizdan telefon qildim, ashqor. 1 million xayri bor. Alloh rozi bo'lsin. Obunachilar, Tepaqo'ron chorradan telefon qildim deysizlar, inshaalloh ishlaringizda 100% bitiriladi. Lokatsiyasi yaqin akalarimizga tavsiya qilamiz. Lokatsiyani tashlab beringlar, kelib ko'raverasizlar. Qo'chqor qo'rada serob. Video cho'zilib ketmasligi uchun 3 dona 4 donasini chiqaramiz inshaalloh. Unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik akalar. Hurmatli obunachilar, 3-partiyasiga ham mana bundaqa idealidan. 3-partiyasiga qanaqasidan bo'ldi Davudxon endi? Bu ham o'shalar zotidan. O'sha yoshi shunaqa. Prosta bu Ko'kiga kattarog'idan. Ko'kiga qiziqadigan obunachilarimizga tavsiya qilamiz. Obunachilar, ko'ki nima deyapti? Kallani qarang, kallani. Xolasa quloq joylashuvlar akalar, o'ta mo'shni. Kastiyaklar, ishoning aka, lokatsiya yaqin bo'lsa kelib ko'ring. Mana bu Novvoz kastiyaga o'xshaydi. Oldi to'shlar ham hali qo'zi narsa oldiga otilib chiqqan variantidan akalar. Qo'chqorimizning juni yo'q. Sportivniy sostoyaniyada o'ta ideal holatda. Mana akalar, orqa oyog'ining kengligi, dumba razrezlari obunachilar. Mana dumba razrezi ham dakensa. Xullas qo'chqor o'ta udor holatda akalar, mana nima deyapti? Yosh oyligi qanaqa buni? Buni yosh oyligi o'shalar bilan bir xil aka, 12 oylik qo'zi. 12 oylik a? 12 oylik qo'zi. 1 oy ag'i-bag'i a? Shunaqa, ha. Yosh bitta tishini ochib ko'rsatingchi obunachilarimizga. Aka mana. Bo'ldi, ko'rindi. Bu ham marjon tishda. Lekin oldini kengligi ham o'ta mo'shni ekan a. To'shi zo'rda aka buni. Akalar, tavsiya qilaman, qo'chqorni bugun udorlari syomkada inshaalloh. Mashalloh. Buni ham bo'y baslarini o'lchab ko'rsataylik, Davudxon bo'lmasa. Metrda oling. Bugun qo'zilarning kuni ekan obunachilar, mana metrimiz yerdan balandligi akalar, mana shu metrga ko'ringaniga savdo qilasizlar. Ko'rindimi? Ko'rindi, bo'ldi. Uzunligiga ham bitta qo'ying. Uzunligi obunachilar mana yelkasidan qo'chqor jundichida emas, mana yelkasidan uzunligi mana. Mana shu metrga ko'ringaniga savdo qilaverasizlar. Qo'chqor ideal holatda. Qo'ya qo'shaman degan akalarimizga tavsiya qilamiz. Inshaalloh uyaltirmaydigan o'ta mo'shnisidan akalar. Stoykani qaranglar, stoykani. Buni narxi nech pul Davudxon? Aka bu narx qulay bo'ladi. Qani bitta obunachilarni yondirib beringchi narxini. Bitta aytaman, ammo so'rashmaydi. Ha, ayting. Bitta aytaman. Ammo so'ramaydigan qilib ayting a. 13,5 millionga ne? Ha. Samarqandgacha dastlabki. Yo, mashalloh, Alloh rozi bo'lsin obunachilar. Bozorda ham topa olishmaydi bunaqa narxlar. Bozorda agar bunaqa qo'y bo'lsa o'zimiz olamiz degan joyidan 13 million 500 mingga dastlabkasi Samarqandgacha akalar eshigingiz tagiga borganda pulini sanab olib qoladigan variant akalar. Mashalloh, videoning tagiga nomer qoldiramiz. Shoshilib aloqaga chiqarasizlar. Vobshe qulay bo'ldi, lekin o'ta mo'shni bo'ldi obunachilar. Unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik.
Obunachilar 4-partiyasiga ham mana bunaqa qo'chqorni limuzinidan akalar. Nima deyapti qo'chqor? Mashalloh akalar, mana umumiy ko'rinish uzoqdan. Buni ma'lumotini tirsillab berib tashlaymiz hozir inshaalloh. Buni kasdiyaklari akalar maqtashga to'g'risi hijolat qildim. O'ta mo'jna, buni ko'rib olsalaring bo'laveradi akalar. Novas kasdiyaga o'xshaydi. Tushlari ham oldiga otilib chiqqan variantidan. 4 oyoq mana bundaqa stakan tuyoq. Men adirga qo'yib yuboraman, toqqa qo'yib yuboraman. Yaraydimi qo'chqoring degan akalarimizga bemalol tavsiya qilamiz. Qo'chqor 100% yaraydi akalar. Stoykani qaranglar, stoykani. Uzunligini ko'ryapsizlar-a? Dumba razrezlari ham obunachilar mana bundaqa o'sha idealidan akalar, dakansa nima deyapti? Orqa oyoq kengligi, xullas qo'chqorimiz sostenasi mo'shni. Telefon qilasizlar, yana sizlarga video qilib tashlab beriladi. Kallalari mana bunaqa deriski variantidan. Quloq tashlashlari ham o'ziga yarasha obunachilar. Yoshaylar qanaqa Davudxon? Aka buni shishak. Bunday qilinch qo'lingizda oling, mana marjonni ko'rmabman akalar, bu sirg'asi nima deyapti sirg'asi? Sirg'asi buni addenni tema bo'ldi akalar. Iye, mashalloh. Yoshaylar qanaqa dedingiz, bitta ko'rsating-chi. Yoshaylar aka buni shishak. Shishak, ekitishga o'tgan. Ha, ammo bitta buni plus tomoni bor-da buni. Ha. Qo'yga ishlov vobshe zo'r ekan. Sinovdan o'tgan. Ha. Qo'yga ishlov vobshe udar ekan qo'y. Akalar sinovdan o'tgan joyidan qo'yga ishlashi o'sha quyondan tez ishlayman degan variant ekan akalar. Mashalloh, stoykani qaranglar. O'ta mo'shni ekan qo'chqor. Bo'y baslarni o'lchab ko'rsataylik, qo'yingchi shuni. Bahodir bitta. Akalar mana metrimiz yerdan balandligi obunachilar mana. Mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilaverasizlar akalar. Ozmoziga rozi bo'lasizlar. Sizlar o'zlaringiz ko'rib olinglar deb aytmayapmiz. Yana 1 sm, 1,5 sm aqaba qolib qolsa hijolatpazlik bo'lmasligi uchun. Qo'chqor beli ham lekin o'ta mo'shni ekan-a. Aka yaxshi narsa, xudo xolasa. Tavsiya qilaman. Yelkasiga qo'yingchi. O'sha yelkasiga bo'ldi. Mana akalar yelkasidan qo'chqorni uzunligi aytdimmi? Uzun deb. Uzun gazi bor qo'chqor ekan lekin. Narxi nech bo'l buni? Narxini yondirib oling obunachilarga. Bitta aytaman, ammo so'rashmaydi bunikini ham. Ya, so'ragan qilib aytaymi? Ha, yengil o'tib berasiz-da baribir. Qanaqa qilib aytsangiz ham bizga. 8,5 ga Samarqandgacha dastlabkasi bepul ketaveradi aka. 8,500,000 ga. 8,500,000 ga. Telefon qilsa sotilib ketdi, unaqa Yo'q, unaqa prank bo'lmaydi bizda. Ha? Yo'q. Sotilgan odamni ham nomeri berilaveradi, sotilib qolsa. Berilaveradi, ha. Obunachilar nima deyapti? 8,500,000 ga. Bozordan ham topa olmaydi bundan qo'ylar. Bosib oladigan joyi akalar, stoykani qaranglar, oldi tushlar, dumba razrez, kastiyak o'ta mo'shnisi. Yengilroq kelib qoldi, yengil sotadilar inshaalloh. 8,500,000 ga dastlabkasi Samarqandgacha. Ketaveradi, ha. Shoshilib aloqaga chiqasizlar akalar. Unday bo'lsa biz keyingisini ma'lumotini berishni boshladik. Obunachilar so'nggi partiyasiga mana bundaqa qo'chqorni haqiqiy toza qonli liniyaligidan bo'ldi akalar. Qo'chqorimizni uzoqdan olyapman videosini, stoykalariga, oldi tushlariga, kalla garbonoz, yuzda oq, quloq joylashuv hamma yo'g'iga e'tibor berib olinglar akalar. Dumba razrezni ham bitta o'rganing dumbasini Davudxon. Dumba razrezi akalar mana. Bitta ham nuqsoni yo'q qo'chqordi xullas. Unday bo'lsa buni ham ma'lumotini berishni boshladik akalar. Yosh oyligi qanaqa Davudxon buni? Buni yosh oyligi 10 oylik qo'zi. 10 oylik qo'z, ha? 10 oylik. Egasidan shunaqa ma'lumotini olingan. Liniyali. Aka buni bizga beryapti turganda 10 oylik qo'zi degan. Aha. Olganimizga aka 1 hafta bo'ldi. 1 hafta. Ha, o'shani ochiq oydan aytib ketaveraylik. Aha. Chunki biz yeb ichishini sinadik buni. Qo'yga ishlovlarini. Ha. Hozirdan zo'r ishlov qo'yga. Xolos zo'r ishlovlari. Mashalloh. Akalar nima deyapti kallani qaranglar. Otasi qaysi liniyadan ekan buni otasi? 80 liniya buni. Otasi 80. Vovanovich, onasi. Onasi Vovanovich. Otasi 80, onasi Vovanovich. Akalar, liniyasi tayinidan olaman degan obunachilarimiz bo'lsa, mana tavsiya qilamiz. Bo'y bastlarni bitta o'lchab ko'rsataylikchi, Bahodir, metrni berib yuboring. Qo'chqor nima deyapti? Stoykalar akalar. Bu sololar bilan yurib, hali o'sib, polvon qo'yib ketadi. Inshaalloh, inshaalloh. To'shni qaranglar. Zo'r qo'ylardan aka. Mana obunachilar, mana shu metrda ko'ringaniga savdo qilasizlar. 10 oylik qo'zi hali mana.
Maşallah, kallalar nima deyapti obunachilar? To'shlar o'ta moshina xullas. Qo'chqor uzunligini ham bitta ko'rsataylik obunachilarga. Qo'yinchi yelkasiga 8 metrda. Obunachilar mana uzunligi mana. Qo'l. Yelkasidan mana akalar. Ko'rdilaringmi? Bo'ldi, olib qo'ying, bo'ldi, ko'rindi. Dumbar azrezlari akalar mana. Mana bunaqa dakansa variantida. Xolasa aka. Nuqson umuman yo'q, qo'chqor o'ta moshinasidan ha. Maşallah. Nima deyapti obunachilar? Qo'chqorimiz stoykasiga bitta e'tibor berasizlar. Bu narxi necha pulda o'tam buni? Aka bu narxini telefonda kelishamiz. Narxi telefonda kelishiladi ha, inshaalloh. Kelishaveradi. Ishlarini bitiriladi, xudo xolasa. Obunachilar o'ylashmasdan bu quloq tashlashlari ham. O'zbekiston bo'ylab Libboyerga ketaveradi. Dastavkasi O'zbekiston bo'ylab ha. Maşallah, turishni qaranglar, turishdi. Shoshilib aloqaga chiqib qolasizlar akalar. Unday bo'lsa biz bugungi video syomkamizni yakunladik. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, o'tkazgan vaqtlaringizga rozi bo'lasizlar akalar. Hali ham obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib bitta like urib ketishni unutmang akalar. Like bosganga pul olmaydi, boshqa qilmaydi. Xullas, bizning kanalimiz rivojlanishiga hissa qo'shgan bo'lasizlar. Alloh rozi bo'lsin, sog' bo'linglar.